Bismillah. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz Secret X kanalidasiz. Agar futbol olamidagi eng qaynoq yangiliklar, eng sirli transferlar, eng katta rekordlar va butun dunyoni larzaga solayotgan voqealarni birinchi bo'lib bilishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. E'tibor berishingizni so'raymiz. Kanalimizda qimorga targ'ib qiladigan reklamalar mavjud emas va bo'lmaydi ham. Bugungi mavzu esa haqiqiy sensatsiya. Futbol olamida yangi qirol paydo bo'ldimi? Yoki biz tarixdagi eng qimmat futbolchining tug'ilishiga guvoh bo'layapmizmi? Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Atigi bir necha yil oldin Barselonaning yoshlar akademiyasida to'p surayotgan oddiygina o'smir bugun butun futbol dunyosining eng qimmat futbolchisiga aylandi. Uning nomi Lamin Yamal. 358 million yevro. Bu oddiy raqam emas. Bu futbol tarixidagi eng dahshatli baholardan biri. Bu ayrim klublarning butun tarkibidan ham qimmatroq qiymat. Bu ayrim mamlakatlar futbol ligalarining umumiy qiymatidan ham yuqori. Va eng qizig'i, Lamin Yamal hali futbol faoliyatining boshlanishidagina turibdi. Xalqaro sport tadqiqotlari markazi, ya'ni CIS tomonidan e'lon qilingan yangi reyting futbol olamida haqiqiy portlashga sabab bo'ldi. Dunyoning eng qimmat 100 nafar futbolchisi ro'yxati taqdim etildi. Lekin barcha e'tibor bitta ismga qaratildi. Lamin Yamal. 358 million yevro. Bu natijaga Erling Haalanddan ham ancha yuqori. Bu natija Kylian Mbappedan 2 baravar yuqoriga yaqin. Bu natija Vinicius Juniorning qiymatidan qariyb 4 baravar ko'p. Savol tug'iladi. Nega? Nima uchun aynan Lamin Yamal? Nega dunyoning eng kuchli hujumchilari, eng mashhur super yulduzlari undan ortda qolmoqda? Keling, buning sabablarini birgalikda tahlil qilamiz. Lamin Yamal oddiy futbolchi emas. U zamonaviy futbolning eng noyob iste'dodlaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Ko'pchilik mutaxassislar hatto Lionel Messidan keyingi eng katta iste'dod aynan Yamal ekanligini ta'kidlashmoqda. Yosh bo'lishiga qaramay, u allaqachon Barselonaning asosiy tarkibidan joy oldi. U Ispaniya terma jamoasining muhim futbolchisiga aylandi. Eng kuchli himoyachilar unga qarshi o'ynashda qiynalmoqda. Millionlab muxlislar esa uning har bir harakatlarini kuzatmoqda. Ammo eng qiziq fakt shuki, 358 million yevrolik baho shunchaki uning bugungi o'yinlari uchun berilmagan. Bu baho uning kelajagi uchun berilgan. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, Yamal keyingi 10 yil davomida futbol olamining eng katta yulduzlaridan biri bo'lishi mumkin. Agar u rivojlanishda davom etsa, uning transfer qiymati yanada oshishi mumkin. Tasavvur qiling, bir necha yil oldin butun dunyo Kylian Mbappe uchun 180 million yevro to'laganidan hayratga tushgandi. Neymarning 222 million yevrolik transferi esa rekord bo'lgandi. Bu esa bir futbolchi 358 million yevroga baholanmoqda. Bu esa futbol bozorining qanchalik o'zgarganini ko'rsatadi. Lekin ro'yxatda faqat Yamal yo'q. Ikkinchi o'rinda Manchester Cityning gol mashinasi Erling Haaland joylashgan. 227 million yevro. Norvegiyalik gigant hali ham dunyoning eng xavfli hujumchilaridan biri bo'lib qolmoqda. U ketma-ket rekordlarni yangilashda davom etmoqda. Shunga qaramay, u Yamal bilan orasidagi 130 million yevrolik farqni yopishga hali ulgurmagan. 3-o'rinda esa Real Madridning super yulduzi Kylian Mbappe 165 million 700 yevro. Bir vaqtlar dunyoning eng qimmat futbolchisi bo'lishi kutilgan Mbappe bugungi reytingda faqat 3-o'rinni egalladi. Bu esa yosh futbolchining bozordagi qiymati tobora oshib borayotganini ko'rsatmoqda. Keyingi o'rinlarda esa Michael Olise
Morgan Rogers, Desire Doué, Kenan Yildiz, Nico O'Reilly, Arda Güler va Pau Kubarsi joylashgan. Bu ro'yxatga qarab bir narsani anglash mumkin. Futbolning yangi avlodi allaqachon sahnaga chiqib bo'ldi. Messi va Ronaldo davri tarix sahifalariga aylanmoqda. Endi futbolning yangi qahramonlari kelmoqda. Yamal, Güler, Kubarsi, Doué, Yildiz, Estevao. Ular yaqin 10 yil davomida futbol olamidagi hukmronlik qilishi mumkin. Ammo yana bir shov-shuvli holat bor. Vinicius Junior reytingda atigi 50-o'rinda joylashdi. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Chempionlar Ligasi g'olibi, Real Madridning asosiy yulduzlaridan biri, dunyoning eng kuchli vengerlaridan biri, ammo reytingda 50-o'rin. Bu natija muxlislar orasida katta bahslarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik bu bahoni adolatsiz deb hisoblamoqda. Boshqalar esa CS modeli yosh shartnoma muddati va rivojlanish potensialiga ko'proq e'tibor berishini aytmoqda. Endi esa savol sizga. Lamin Yamal haqiqatdan ham 358 million 100 yevroga loyiqmi? Yoki bu raqam haddan tashqari oshirib yuborilganmi? Sizningcha dunyoning eng qimmat futbolchisi kim bo'lishi kerak? Lamin Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappe yoki boshqa futbolchimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izohni albatta o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Sizning fikringiz Secret X uchun juda ham muhim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimiz rivoji aynan sizning qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Har bir obuna, har bir like va har bir izoh kanalimizning yanada o'sishiga yordam beradi. Secret X oilasining bir qismiga aylanish uchun hoziroq obuna bo'ling. Eng qaynoq futbol yangiliklari bilan yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.